Günaydın anneciğim. Voy. Kim ne dedimi? Yo, xayrli kun oyijon deyapti. Kelin salom qilmaydimi? Yo, oyijon, turk kelinlarida kelin salom yo'q. Usul qo'lini o'pib, peshonasiga qo'yadi. Bu hurmat yuzasidan deb bildiradi, oyijon. Keling, mana qo'lingizni o'pib qo'ying. Bu kuyov salommi? Mayli. Ko'p yashang. Kelin qani? Uxlayapti. Soat 10 bo'ldi. O'zi turk kelinlari soat 10 gacha uxlashar ekan, oyijon. Günaydın, günaydın, dın, 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 dın. Voy o'lay. Din deydimi? Ya ayt unga choy damlasin. Peshingacha uxlab yana din deydi ya. Voy tavba. Nima endi har kuni peshindan nonushta qilamizmi? Anneciğim, Qara. Oyijon, aşkım. bu yana bizlarning baxtimiz. Turk kelinlari faqat yakshanba kuni choy tayyorlashar ekan. Ne? Boshqa kunichi? Bilmasam. Bardak choy davolaring. Voy, choyimni ham bardak qildilaring, hayotimni ham bardak qildilaring. Voy, issiq. Voy, tavba. Anneciğim, aşkım, ben Türk yemeği Adana kebap yaptım. Afiyet olsun. Nima yo'q? Kebab yopdi. Rahmat. Bu sariq soch nima deyapti? Bilmasam. Anneciğim, ben sana çok lezzetli bir Türk kahvesi yaptım. Voy, o'lay. Bu nima degani bu? Ey, oyijon, bu juda yaxshi degani. Yo, bu bizga to'g'ri kelmaydi. Aşkım ne diyor? Tashakkur. Bir choyni ko'k choy kimni o'ldiribdi? Achchiq ekan. Uxlolmayapman. Qayoqdan ham shu turk qahvasini ichdim. Qon bosimim oshdimi? Uyqu yo'q. Oyijon, yaxshimisiz? Voy. Kechasi bilan uxlaganim yo'q bolam. Qayerdan ham o'shani qahvasini ichdim. Aşkım, lütfen bana günlük harçlama bırakır mısın, tamam mı? Nima deyapti? Ha, oyijon, bularda turk erkaklari ayolini xarajati uchun har kuni pul ajratishar ekan. Voy, shoshma. Avval menga berajaksan. Yana menga berajaksan. Uchinchi karra menga berajaksan. Keyin bilganingni qilajaksan. Bor. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları kaman.